Assalomu alaykum obunachilarimiz. Spangan turlarimizni ko'rib bir baho berasizlar. Yana bir yangi fasondagi Spangan tur high-tech usuldagini o'rnatdik. Uylariga ham, remontlariga ham juda ham bir chiroyli holatda o'rnadi. Shkaflari 2 ta eshiklik. Termolari eng qiziq joyi aylanadigan termo. Termoni yangilik holatdagini so'raganlar uchun ko'rib bir baho bera olasizlar. Seri, folga hamma yo'g'i bor ichida. Termoni ham chegarali zavodskoy kromka 100% davutchili mexanizmlari bilan ishlangan. Shkafiga o'tkazsam, shkafi roleli, polka tepasida kalta kiyimlar uchun. Bu tarafi esa jenskiy foydalanib, tepada bosh kiyimlardan foydalanib seyflarigacha bor. Hamma yo'g'i yaxshi original narsalardan ishlangan. Hatto aynalarigacha o'yilgan. Farset ko'rib baho berasizlar. Tumishkalariga o'tsa, tumishkalarning chiroqlari bor, soatlarigacha bor. Soat endi olish shart emas. Chiroqlari chul holatda yonib o'chadi. Ruchkalarigacha temir, plastmassa ishlatilmagan davutchili mexanizm. Tortishiga baho berasizlar. Chekalari zavodskoy ishlangan materiallar bilan. Keyin olayotganda e'tibor berasizlar, mayli po'kmas, machalka, ham material, hech balo bo'lmaydi xudo xolasa. Matraslari ham yaxshisidan qo'yilgan.